Sarani asir olganning ismi Mikhail Blazhich. Belarusiyada tug'ilgan, lekin asosan Moskvada yashaydi. Ular konferensiya zaldan 3 nafar asir bilan chiqishgan. Yerga yotyapman. Qimirlama. Bosib tashlayman. Bu esa Lawrence Elish, Jack Oros. O'tmishda maxsus kuchlarda xizmat qilgan aftidan Elish ularni logistika va yetkazib berish uchun javobgar. Qimirlamanglar. Voqea joyiga politsiya kuchlari yetib kela boshlagan, lekin garovdagilar tufayli ular sira yaqinlasha olishmagan. Hudud qurshab olingan. Tomlarda snayperlar yotdi. Jangarilar ochiq joyda va ular buni bilishadi. Telefoningni yo'qot. Politsiya! Politsiya! Uning qotilini aniqlash qiyinroq. U xuddi kameralarni sezgan va bir og'iz ham gapirmadi. Lekin barcha kuzatuv kameralari, telefonlar, video registratorlardagi yozuvlarni, hammasini, ovozni ham qo'shib tahlil qilib, men to'liq 3D model yasadim va uning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldim. Bu Horst Schiller, o'nlab jangari guruhlar va xususiy harbiy kompaniyalar bilan aloqador. Men hali ham ma'lumot to'playapman. Ular hokimiyatdan kimgadir terrorchilar xizmati kerak bo'lganda vositachi sifatida